Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga o'zimizda mahsulot bo'lgan Xitoy apparatimiz, drabilkamizni sizlarga ishlatib tekshirish jarayonidamiz. Bu drabilka apparatimiz o'zimizda sinovdan o'tgan drabilka apparat bo'ladi, chunki o'zimiz chorvamiz uchun ishlatamiz. O'zimiz ham bilasizlar, Toshkent shahri Arqbuloq bozorida savdo qilamiz. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Chunki drabilka apparatimizni o'zimiz har turda hisob sinab ko'rganmiz. Like, podpiskani bosib qo'llab turasiz degan umid qilamiz. Ekranga yaxshiroq o'rnashib oling, biz boshladik. Shu o'rtani bosish kerak edimi? Ketyaptimi? Ha. Tak, bo'lmasam birinchi ishlatishdan oldin pershetkalarni qo'lingizga ushlab olamiz. Pershetkani Perchetka kiyish chunki nima uchun? O'tlarimiz ichida har qanday narsalar bo'lishi mumkin. Qo'lni ham quruqda ham ishlatamiz. Sizlarga shuning uchun bir obzor sifatida keldik. Bundan ham boshladik. Doshlari bor, faqat doshlari bor. Doshlari bari chiqadi. Hozir gapirayotganimizni tushunmasligingiz mumkin. Lekin ishlash jarayonini hozir ishlasangiz, vash cho'tki ishlaydi. Ishlaganini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Samonda vash maydalab chiqarilgan. Hali bironta setkasi qo'yilgan joyi yo'q. Mana shu maydalangan varianti. Setkasiz eng kattaga qo'yilgan varianti. Boshladik. Qurug'ini ishlatgan variantimiz, qurug'ini hozir endi sizlarga qo'lni ishlatamiz. ishlaysiz. Mana endi buni ko'rgan bo'lsalaringiz, mana maydagina maydalab ishlatildi. Ko'rishingiz mumkin. Tak, hammasi вообще idealniy ishlangan varianti. Nimasi ham cho'tki, вообще zo'r ishlangan. Bu drabilka apparatimiz 220 ga ishlaydi. Tokimizni xonadondan tortib kelganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana har bir yoqqan vaqti mana yoqamiz, detektorlari ko'rinib turadi o'zida. Tokimiz mana 213 gacha ko'tarildi. Toshlari ham uncha baland emas. Ishlash jarayonlari juda cho'tki. Misol o'zimizning xonadonlar uchun ishlatganmiz bu narsani. Akalar, kimga kerak bo'lsa, like, podpiskani bosib kelaverasizlar. Bu drabilka apparatimizni 2 million 500 ming so'mdan sotilyapti.
kelasizlar, yana chiroyli kamaga o'tib beriladi. Chunki buni katta, kichik hamma turidan bor. Lentali, lentasiz hamma turdan kanalga a'zo bo'lib, kanalga ichiga kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang, xalqim. Boshladik.